Onasi, mana sen so'ragan yogurt, bu va'da qilgan shokoladim. Voy, rahmat. Anchadan beri shokoladni yegim kelyapti. Pullaringiz ko'p bo'lsa, endi maza qilib yeyman. Osh bo'lsin. Maza qilib akamni sog'vosan-a? Shoshmay tur. Oyimga aytib, dabdalayni chiqartiraman. Oyi, ha? Ani keliningiz bor-ku, akamni burnidan ip o'tkazibdi. Akam birinchi sizga shokolad olib kelmasdan, kelinimga olib kelib berdi. Ana kuni rosa chiroyli qo'yni olib beruvdilar. Bu pismo keliningiz akamni faqat sog'ib yotibdi, oyi. Qizim, aka kelinni yer bo'lgandan keyin olib keladi. Unaqa yomon fikrlarni yig'ishtir. Kelin degani hech narsa olishga, kiyishga, eridan bir narsa so'rashga haqqi yo'q deganimi? Sen o'zingga nima olib, nima kiyish istasang, kelin ham xuddi shunaqa. U ham shu narsalarni istaydi. Qachongacha kelinlarga hech narsa mumkin emas degan tushuncha bilan yashaymiz. Aka, kelinga mehribon bo'layotgan bo'lsa, bu uni vazifasi. Chunki shu kelin akangni deb mash'uliyimizga kelgan. Sen bilan meni deb hech qachon kelmaydi. Sen qizim bo'lsang, u ham meni qizim. Sani bu uyda nimaga haqqing bo'lsa, uni ham shu uyda xuddi shunga haq-huquqi bor. Keyinchi qizim, bu uyga yetgan qizsan. Ertaga turmushga chiqib birovning xonadoniga borishing bor. Bunaqa fitnalarni yig'ishtirgan. Fitnachi bo'lmagin. Chunki bu dunyo qaytar dunyo. Xo'pmi qizim?